Bismillahirrahmanirrahim. Hozir taqlidiy mashqninki bir turkum tanshaklarni so'zlab ketaman. Diqqat qilib turing. Hozirgi echlig'ini altimiz shu. Bundan keyin biz ochgandan keyin birinchi qilib qildiganimiz audio kirimiz. Bundan keyin mana music volume degan, ya'ni muzika ovozi. Muzika ovozi deganda nimaga aytamiz? Qarasanglar muzika chiqadi. Erkin kompüterning labasi yetsa, aeroplandagi ovozini olib olmaydi. Shuning uchun muzika kirib, buni aytamiz, ovoz aytamiz. Ikkinchi qilib qilganimiz grafik degan bunday ko'rsatkich kartniki bor. Hozir qarasanglar mana inoqlik qo'yiladi 20da 180. Buni sal tuvaltsak, shunga 1280 800. Shuning bilan mana bo'ldi. Aniqlik ekan bu, ha? Ha, aniqlik. Agar bir qayta bo'lib qolsa, mana shuni tuvaltsak, qatmay chiqadi. Mana o'xshash mana. Tushunarmi? Mana. Bu olish kerak. 720. O'sha ham muvofiqmish hozircha. Kompyuterning sahifasi yuqorida sal tezroq kompyuter o'qib qolsa, ayog'imda tasdiq bo'lyapti. Bundan keyin hozir mana undan hozircha boshqa nima yo'q. Hamda birinchi qildiganimiz bilan grafik bilan audioni aytib shundami? Hamda kontrol listasi. Hamda bu kirib kontrol belgisini ko'rdik. Nima holati chiqdi? Bu kompyuter yo'q, nima? Kontrol yo'q holat, kontrol chetilmagan holatda, bu holatda chiqdi. Endi biz buni USB teshikka chatdik, kontrolni. Hozir ulandi. Kontrol ochilib yandi. Buni mayda qilsanglar, Arno joystick deydi. Mana Arduino'da qilgan narsa mumkin. Arduino'ning ismi Arno. Mana shu ismini aytdim hozir. Boshqa kontrol qilsak, boshqa ism chiqadi. Bunga boshqa ism chiqadi, o'xsha. Endi men yerda hozir bizning birinchilab qilganimiz kontrolni chatdik. Qanday narsa bo'lib qolsin, mayli mousni telefonini muqlashib qolsin. Faqat kompyuterda taqlidiy mashq qo'ymoqchi bo'lib qolsak, cho'qim kontrolni kompyuterga chatgandan keyin buni kalkulate qilamiz. Ya'ni sozlaymiz. İngilizce kalkulate qilish, uyg'urcha sozlash, arabcha muayira deydi. Endi nima qilgankin, hozir men select deganni bosib, kontrol tipini tanlab oldik. Men chiqqansi bilan o'xshash buni. Men tanladik. O'zi chiqarib beradi. Ha, o'zi chiqarib berdi. Endi calculate deganda sozlash. Tamam. Mana kalib. Endi select calculate, manual calculate. Biz qo'lda sozlash degan kelamiz. Qo'lda sozlash degan kirsak, aeroplan qarsanglar hozir bu nima turda harakatlangan tushunami? Endi kontrol degandan keyin bizga kanal degan yon paydo bo'ldi. Uni kontrolda kanal bor. 2 3 4. O'sha 4 yo'nalishga harakatlangan nima? Birdan 4 kanalgacha kanal. Har birisi ayirma-ayir kanal hisoblanadi. Tushunami? Endi har qanday narsada qanday ayirib qolsak, my birish shu sol taraf ost usti. Bu 3-kanal. Lekin mana nizomiy kontrol bo'lmaganligi uchun hozir 2-kanal chiqibdi. Lekin mana qanday harakatsi 3-kanal. Buning ismi throttle. Ne qarasanglar mana, yana mana mouse uchi qarasanglar, qizil xatda throttle deb tushunami?
Endi mani harakatlantirgandan keyin mana ikkinchi kanal maya qolsang ikkinchi kanaldan keyin mana bunday harakatlanishmi? Tamam. Ana qolsa bu ikkinchi kanal mana bosib kirdik. Mana bosib kirgandan keyin mana buni titrashga başladı. Tushunarlimi? Endi mani harakatlantirdik. Hozir mana tuvan oldi. Yani 0 oldi oldu. Bu qilgandan keyin men qolsanglar current value deydi. Hozirgi qimmat deydi. Tushunarlimi? Endi hozir qimmat degandan keyin 0 chekit 184 tushunarmi? Endi bu 0 chekit 184. 0 dan to'nkan. Endi menga kelsak minus 0 150 tushunarmi? Chiqsin qarshi yuqori. Baş çıkışı böyle. Tamam. Onda baş çıkışı yuqori olsa, maya qolsanglar maksimum minimum deb chiqtanlaysiz. Maksimum degan nima? Yukarı iyi. Yuqori. Onda olsa ma yuqori alma. Ma yuqori shunami? Onda olsa buni maksimum deganiga kelib set ko'rinadi. Hozir qism shunga maksimumga belgilab beramiz. Tushunarmi? Mana bir masqandan keyin yana 184 chiqdimi? Ne ma 168 ekan hozir. Nega qolsanglar buni bosamiz 184 o'zgardimi? Bundan keyin mana shunda shu ko'tarsak minus 53 chiqdimi? Endi minimum kichik. Bundan keyin mana minimum qilamiz. Tamam. Bunda harakatlanib qo'ysak, bunda keladi. Tushunarmi? Endi diqqat qilsangiz ma harakatlansak ma sariq belgoya to'liq to'ldi tushunarmi menga? Tamam. Endi bu şeyde qilamiz shu to'lgan to'lmagan. Hozir to'ldi, tamam. Endi bu ham qolgan bo'lsa, yana 4 tal katyapti. Srotel, roll, pitch, yavdi. Hozir 3 qoldi. Endi roll qo'yamiz. Roll bosgandan keyin endi roll degan almalat turib, xuddi motor sinovga o'xshash. Tushunarmi? Roll. Shuni. On so'g'ilmas şimdi. Neymiş? Mana bastı. Endi buni o'xshashlamizlangan. Ma'likum ol. Ham mama to'g'ri. Mana bastı hozir. Bundan keyin mana to'liq qilamiz, mana kalkulyat qilmoqda to'liq o'sha taqab qilamiz. Endi 179 nima? Buni qimmat yuqori qilib O yukarı. yuqori olgan keyin yuqoriga belgilab beramiz. Endi matap qilsak 153 tuvan nima? Tuvan. Mana qilib yuqori tuvan. Tamam. Endi men qolsanglar ikki tal qoldi. Ikki tal xat qoldi. Endi pitch. Pitch degan bunda pastga ustiga. Pitch degan nima bo'ldi? Pitch desam bunda bo'ldi. Endi pitch degan ham mana shu. O taraf asti. Mana da katandirganga mana yo'lchi nima? Birini tanladik. Endi bunda qilsak hozir tuvan qimmat nima? Tuvan qimmat bosdik. Endi yuqori qimmat. Yuqori qimmatni bosdik. Tamam. Yana bu yerda yavda plusdan qoldi. Yav deganimiz 5-kanal ekan. Endi 5 bunda nima qilsak buni. Tamam. Endi yuqori qimmat mana tuvan qimmat mana. Tamam. Endi finish deganni bosayotdik. Bo'ldi. Endi find tune deydi. Nega ko'ra endi qilganimiz to'g'ri bo'ldimi, xato bo'ldimi bir tekshiramiz. Hamma kontrolni nimasi qilsanglar, finish it calibration deydi. Calculate qilish tamomlashdi, oyoqlashdi. Endi throttle. Throttle'ga hozir qilsanglar 100, ustiga qo'ysanglar. Bo'ldi. Hozir bu mani ustiga tassak, bu aeroplan ustiga ko'tarish kerak shundami? Lekin men qilsanglar tuvan chiqib ketdi. Hozir pastga bossam ustiga chiqdi. Ustiga ko'tarsam pastga tushib to'xtadi shundami? Endi bu mau ta'bir tashlab qoladi endi. Mau. Tushunarmi? Endi buni faqat invert o'zgartirish. Mana boshqa hozir ustiga qilsak, ustiga ko'tarish nima? Keyin qilsak, keyinga. Almashtirdik hozir. Tushunarmi? O'shatlamamlashdi qo'llanildi. Ha, invert degan o'zgartirish. Inverter degan shu o'zgartirish degan gap bo'ldi. Ashunga invert degan shu. Tushunarmi? Endi mau tamom bo'ldi. Endi qaysi qilsak 5 oxiri nimasi yo'q. Yo'q. Hozir men mana o'ngga qildim, aeroplan qattiq aytmadi. So'lga. Anda o'g'anki men invert qilsam o'ngga nima? So'l qilsam so'lga. Endi pitch. Pastga bossam usti, oldiga bossam
To'g'ri. Mana to'g'ri mana. Endi nima? Yo'q qoldi. Yo'q, rol. Sol taraf qilsam sol, o'ng taraf qilsam o'ng. To'g'ri ekan mana. Demek oyada soğuk soğuk çıkıyor. Nada? Mana. Uni o'rda qilmaymiz, faqat mana qolsin, mana. Ayirtma qolsin. Men hozir mana o'ng taraf qildim, mana o'ng taraf qildim. Tamam. Tamam, bitti. Endi bu yerda nima qilsak buni? Ma juzrang rangi bitta qilib qo'ysanglar, yarim chiqadi ba'zi vaqtda. Bunday qilsa bo'lmaydi. Yarim chiqsa, ma to'liq yarim yo'q, ham to'liq, tushundingmi? Mana qilsang yarim chiqib qolsa, to'liq bo'lmaydi. Hozir to'liq bo'ldi. Masalan, ma yarim bo'ldi. Azoq yarim qoldi. Men lekin ma ayirdan to'liq qildi. Ma ko'tonni konil qisaytirdim hozir. Titrab ketishi. Lekin to'liq, yani to'liq oldi üstü. To'liq bo'ldi. Undan keyin save'ni bosib saqlab etdik. Tamam. Endi control calibration oyoqlashdi. Undan keyin free flight, haqsiz uçuş. Bana kompüterine RAM yap. Tasarruf açıldı mı? RAM 8 mi var? RAM 8 kan. Şimdi sınıf bakıyoruz. Güzel çıkıyor. Bak gram şimdi kutuda var. 20-18%. Başka normal altına. Baktıman ama lekin o'sha mashq qilgan vaqtda o'sha mayda qilsangmi makro o'shunda yoki horizon o'sha ikkisini mashq qilamiz. Boshqasini qilmaymiz. Horizon degan qanday qiladi? Uni nima qiladi? Undan keyin reset deb qo'ysak. Menimcha ko'pincha diqqat qilmagan narsa hozir ma'qulatda ekrandagi o'ng taraf, so'l taraf asli qolsanglar, drone disarmed. Mouse throttle down to arm deydi. Arm degan, endi arm deyotgan bir chiqadi deydi. Biznikida chiqmaydi, lekin undan boshqa qandaligida yasalgan aeroplanlarda chiqadi. Arm deganda Xitoyda shalti. Buni kaç şart belgilab qo'yildi. Agar GPS manchaga chiqsa, arm bo'lsin, men chiqmay qolib qolsa bo'lmasdi, yoki GPS chiqmasa, arm bo'laversin. Arm degan Xitoy bo'ldi. Men DJ'da Ready Tokyo deb chiqdi, eshik xatlik. Ashunga o'xshash ki, mani o'zimiz belgilab qo'yamiz. Lekin men nima deydi? Xitoy omida no throttle to down. Ya'ni throttle-ni pastga bosang deydi. Mishqasan hozir mahoratda xatar. Mahoratni qilsa Maybralik bo'lib qolsa nima shafrat nima perrak aynib ketadi ekan qo'limizda ayada bu yerda bo'lib qolsin da yarilish kelib chiqadi. Shuning uchun men ehtiyot uchun shuna qildim. Nizomiy to'xtamdi. Nizomiy mashina qildi. Mishta tashab qo'ydi. Agar andoma qilib qolsa shu tushmaydi. Qo'zg'almamda. Yo'q, qo'zg'almaydi. Tashayotgan vaqtda tursa to'xtatma o'tib qolgan bo'lsa to'xtatib bersa aynib ketadi. Yarına da aç çıkıyor şu an. Bizden kıplandı şu an. Yani hazır. Şimdi pes kıtarsak. Yokuş hemen. Onun dikine hepsi kötersek ayakta işleyelim. Bu level kaçı horizon? Onun dikine kontrol tutuş altı olmuş olsun. Ma kanıp kulağım sakladı onu eklep mi? İşaretli. Ne? Tutuş altı olmuş olsun.